Assalomu alaykum. 25-yilning 16-noyabr kuni Krasnoyarsk shahrining Zolotoy Ключ kafesida bo'lib o'ta turgan konferensiyamiz. Bu konferensiya Green Life kompaniyasining menejeri Maqsudova Xolida va uning liderlari sponsorligi ostida bo'lib o'tadi. Konferensiyada siz juda kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Konsert, shou, hammaga podarkalarimiz va degustatsiya shirinliklari bo'ladi. Qiziqarli o'yin-kulgilar bo'lib o'tadi. Hammalaringizni taklif etamiz. 16-noyabr kuni 25-yilning soat 12:00 da Krasnoyarsk shahrida Zolotoy Ключ kafesida bo'lib o'tadi. Hammalaringiz kelishlaringiz mumkin. Oilaviy dugonalaringiz bo'lsa, dugonalaringizni taklif qiling. Hammalaringizni kutib qolamiz. Обязательно kelinglar. Hammaga sovg'alarimiz tayyor. Juda интересно bo'ladi showimiz. Va kamroq bo'lsa-da biznes haqida ma'lumotlarga ega bo'lib ketasizlar. Обязательно kelamiz. Hammalaringizni kutib qolamiz.